Hozir eksperiment qilib ko'ramiz mana. O'ta yo'lmas, suvda cho'kmas bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Alov ham yoqib ko'rdik, lekin hech narsa qilmaydiganlar bo'ladi. Hozir suv ham solib ko'ramiz mana. Oson montaji, yengil ish. Klin qo'yamiz, oddiy bir yengil. Buni yopishtiramiz. Elastik, qayriladi ya'ni. Bemalol qayriladi. Mumkin mana. Umuman hech narsa qilmaydi, ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i sakrasalaring ham, ursalaring ham hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Bemalol yuribman. Hech joyi pachaq bo'lgani yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Xohlasam arkalik nimalarimiz, kolonnalar, karnizlar, har turli gips mahsulotlarimiz sifatlarini ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu fason, faqat bu gips bo'ladi, unimiz pena bo'ladi. O'zbekistonda yangilik, ko'rishingiz mumkin, pena dekor plus bo'ladi. Bu tarafini ko'rishingiz mumkin. Bu qo'llaring bilan bossa ham eziladigan bo'ladi, lekin o'zini quymasini quygandan keyin mana ko'rishingiz mumkin, hech narsa bo'lmaydi. Xohlasalar bosasizlar, xohlasalar sakraysizlar, hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Hozir eksperiment qilib ko'ramiz mana. O'ta yo'lmas, suvda cho'kmas bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Alov ham yoqib ko'rdik, lekin hech narsa qilmaydiganlar bo'ladi. Hozir suv ham solib ko'ramiz mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Alov ham yoqdik, suv ham sevib ko'rdik, hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Ursalaring ham hech narsa bo'lmaydi. 2025-yil narxlari qanday bo'lyapti, dastavka xizmatlari qanday bo'lyapti, hamma ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Boshladik. Mana videoni boshlab oldik. Mana shu Pena Decor Plus'imizni, ya'ni ishlab chiqaradigan akamiz Shavkat akani oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'jan yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ustoda Abzor kanali obunachilari. Shavkat aka, 2025-yil bu Pena Decor Plus'larimiz, ya'ni pokaklarimiz aslida qayerlarga ishlatiladi aka? Aslida bu dekorlarimiz hozir trendga chiqadi. Keling, men sizga ko'rsataman. Bu aslida fasad ishlari uchun ishlatilyapti hozir. Fasad, rom deysizmi? Eshiklar deysizmi? Atrofiga bezak berish uchun ishlatilyapti. Aslida qaysi bu traventin uradigan ustakalar uchun-da, to'g'rimi aka? Traventin fasad qismi uchun, Fasad qismiga har xil fasonlarimiz bor. Xohlasam arkalik nimalarimiz, kolonnalar, karnizlar, har turli. Bu arkalarimiz ichiga trafaretlar qo'yib, misol rasmlarda qo'yadigan fasonchalar bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunday, Har xil fasonlarimiz bor. Bu regillarimizga bo'ladimi? Bular regillar bo'ladi, Bular ham har xil. Bu plyuslar, karnizlar, yuqori karnizlar. Derazalarimiz, ya'ni bu qanday hisoblanadi? Narxi qanday bo'ladi? Narxlari xo'p, avvalosi tegalarimiz razmeriga qarab, hozir shu holat bo'lsa 15 santimetrlik tegamiz, yugurishkalari hammasi ichida bo'lsa 1,5 ga 1,70, 1,80 derazalarimiz 250-260 ming atrofiga chiqadi. 15 santimetrligi. Tegasi kichkina bo'lsa, ular yana arzonlashib chiqadi. Yana arzonlashib ketaveradi. Agarda mana eshigimizga bo'ladigan bo'lsa, tush qanday bo'ladi aka? Eshiklarimizniki ular уже 230 ming atrofiga chiqadi. Nimaiki bular padagonik bo'lmaydi ostiga. Padagonik bo'lmaydi. Shuni hisobdan bular, ya'ni bunga padagonik bo'ladi. Shunday, Zo'r. Regillarimiz aka metrbo'y bo'ladi. Reglar metrbo'y ketadi. Metr qanday aka bularni? 30 santimetrlik qalin kolonnalarimiz 40 mingdan metri. 40 mingdan. Ya'ni hozir 2025-yil, ya'ni aprel oyini narxi bo'lyapti. Shunday. Keyinchalik agar obunachilarimiz telefon qiladigan bo'lsa, narxlar o'zgarib bo'maydimi aka? Yo'q. Xudo xolsa bizlarga xomashyo ko'tarilmas agar, biz bunaqa narxni o'zimiz ko'tarmaymiz. Necha xil fasonlarimiz bor aka? Fasonimiz ko'p. Endi hozir bir kichkina bo'lgani uchun bir ikkita yopishtirganmiz. Mijozimizning qanaqa talabi bo'lsa, o'sha talabga moslab yasab beraveramiz chiqarib. Keyin aka, misol bu aslida fasadga bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringning ham ustalaring bormi? Traventin uradigan? Bor. O'zimiz ustamiz, dastavkalarimiz, dizayn qiladigan hammasi bor. O'zimiz misol obyektga borib dizayn qilib ko'rsatamiz. Uy egasiga ma'qul bo'lsa, chiqarib beramiz. Ularimiz hammasi besplatni. U hozir manzilda ham aytib o'tib ketsangiz aka, manzilimiz qayerda? Manzil Samarqand viloyat, Tayloq tumani, Tayloqda Kurugdan Bozorga ketaverishda, chap tarafimiz. Chap tomon kirishga Qo'tirloq mahallasining boshlanish qismi. Boshlanishga chap qo'lga. Zo'r. Aka, keyin misol 2 etajli uyi bor yoki restorani bormi, farqi yo'q. Holi hech narsa qilinmagan, g'ish ko'rinishda turibdi. O'zlaringiz borasizlar, agar sizga zaiflikni beradigan bo'lsa, to'g'rimi? Shavkat aka nomerlari pastga bo'ladi, batafsil ma'lumotni yanada olsalaringiz bo'ladi. Telegram WhatsApp bor. Agar shu yerga kelaman desalaring, lokatsiya ham tashlab beradi, bemalol adashmasdan kelishingiz mumkin. Keyin aka qarang, restoran, shunaqa yo'qda xonadon bo'ladigan bo'lsa, holi g'ish ko'rinib turibdi uyi. Misol o'zlaringiz noldan top borki, mana shu traventin
mana bunaqa tegalarimiz, po'kaklarimiz hammasini misol o'zingiz dizayner bilan qilib, chiroyli qilib olib borib ko'rsatasizlar. Agar ma'qul bo'lsa, imенно shunday qilib berasiz. Shunday, ha. G'ish holatda bo'lsa shikatorga ham hojati yo'q. O'zimizning panellarimiz bor, xuddi shu qoplanma bilan uni videosida ko'rsatib rasmlarni termopanellarimiz bor. O'sha bilan abshifga, eshik deraza hammasi bitirib chiqarib ketamiz. Ya'ni shikatorga shart emas. Shart emas. Ham nima issiq sovuqqa chidamli bo'ladi? Termo bo'ladi-da, xullas uy. Ha, uy qishda sovuq issiq bo'ladi, yozda salqin bo'ladi, shunday. Zo'r. Keyin aka bu qanday yopishtiriladi? Hammaga qiziq bo'lishi mumkin aka. Shuni ham ko'rsatib o'tib ketsak. Bu seximiz, ha aka? Ha, buni yopishtirish qiyin emas. Mijozlarimiz o'zlari ham bemalol yopishtirish mumkin. Montaj ishlari juda oson. Men hozir sizga ko'rsatib beraman. Xo'p. Bu aslida nima bilan yopishadi aka? Bu oddiy, mana kafelnik klip bilan yopishtirsa bo'ladi. Keyin pena, o'zining penasi bor, ha. Bu misol arzon tushadi, hamma joyga topiladigan kafelnik klip. Bu lekin mustahkam ishlaydi bu ham. Garantiya beramiz hammasiga. Oson montaji, yengil ish. Mana ko'rib turibsiz, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Buni usta ham shart emas. Kichkina ishlar bo'lsa, uyda egasini o'zi ham sarson bo'lmasa, kelib bizdan mahsulotni olib, bemalol montaj qilishlari mumkin. Keyin aka qarang, zakaz qiladigan bo'lsalar, bizda 12 ta viloyatda ham kuzatishadi. Ya'ni Toronto urib yurgan usta akalarimiz bor. Zakaz qiladigan bo'lsa, 12 ta viloyatga ham chiqarib beramiz. Bor. Hammasi bor. Keyin mahsulotimizni yana bitta sifatini bir ko'rsatib o'tamiz. Chiqargan tegalarimiz bular elastik bo'ladi mana. Elastik, ha? Qayriladi, ya'ni. Bemalol qayriladi. Zo'r, qayrilsa ham sifatiga javob beramiz. Men prosta bunga qiziqqan joyim ko'rishlar mumkin. Hozir yana ko'rsatishim mumkin. Mana bemalol alo yo'qsalar ham hech narsa bo'lmaydigandan bo'la. Mana ko'rsatishingiz mumkin mana. Umuman hech narsa qilmaydi, ko'rishlar mumkin. Eng qizig'i sakrasalaring ham, ursalaring ham hech narsa bo'lmaydigandan bo'la. Mana bemalol yuribman. Hech joyi pachaq bo'lgani yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Zo'r, lekin aka ishlaringiz juda menga yoqdi. Har xil fasonlarimiz bor. Bor. Bu hozir ishlab chiqaradigan joyimiz, to'g'rimi aka? Bu kesadigan stanogimiz bo'ladi, to'g'rimi aka? Bunisi kesadigan stanogimiz. Kesib tayyorlab beradi xohlagan formamizga. Bunisi ustidagi ishlab chiqarish apparatimiz buni. Ya'ni quymasini qiladigan stanogimiz bunisi. Endi sal tartibsizlik uchun uzr so'raymiz. Endi ish jarayoni bo'lyapti. Shunday. Zo'r, lekin aka ishlaringiz juda ham yoqdi menga. Aka, keyin buni eng qizig'i ustidan prosta kraska uriladi bo'ldi, to'g'rimi aka? Xohlasalar kraska. Traventin sepsa ham, sepmasa ham bo'ladi. Biz o'zimizning mahsulotga garantiya beramiz 100%lik. Traventin sepmasa ham bo'ladi. Prosta ustidan xohlasalar vodimilsonni urasizlar, xohlagan ranglaringni o'zlaringga yoqqan ranglardan bo'yab qo'ysalaring bo'ldi. Zo'r. Aka, keyin yana qanaqa ishlar bilan shug'ullanamiz aka? Xo'p, biz mana pena dekor ishlab chiqarishdan tashqari xuddi shu narsani gipsdan ishlab chiqaramiz. Gips ham bor. Gips mahsulotlarimiz ham bor. Uyda ichi, tashqari xuddi shu fason qanaqa nima bo'lsa, uni ham ishlab chiqaramiz. Mana yuring, hozir sizga ko'rsatamiz. Xo'p, keling, mana bu tomonda gipsdan ishlab chiqaradigan seximiz. Seximiz bo'lyapti. Uni tanishtirib o'tamiz birma-bir. Bu hozir ish jarayonida, to'g'rimi? Ish jarayoni ishlab turgan paytimiz. Bu regellarimiz, bu kolonnalar, taroqlar. Taroqlar, karnizlar, mana karniz. Ko'rishlaring mumkin. Bu eshik va romlarimizga ham to'g'ri kelaveradi, to'g'rimi aka? Shunday. Eshik romlarimiz tomon mana hammasini mijozlar talabiga qarab qilib beraveramiz. Mana bu ham xuddi shu penaday gips mahsulotlarimiz. Sifatlarini ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu fason, faqat bu gips bo'ladi, unimiz pena bo'ladi. Gipsimizdan, sifatli gipsdan foydalanamiz. Zo'r. Garantiyalar beramiz bularga. Albatta, garantiya bilan beramiz. Uyda ichi, tashqari, xohlasa oddiy gips, xohlasa fasadni gipsdan ham chiqarib beramiz. Mijozlar qanaqa xohlasa chiqarib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Keyin bularimiz narxlari qanday bo'ladi? Narxlari kelishilgan holatda bo'ladi. Razmerga qarab ketaveriladi. Razmerga qarab. Shavkat aka nomeri pastga bo'ladi, telefon qilsalaring, ma'lumotlar berishadi. Shu paytda o'zga misol narxlar qanaqa fason bo'lsa, shunga qarab tushuntirib, razmerlari misol hammasini tushuntirib beramiz. Zo'r. Bularımizga ham dastavka xizmatlarimiz bor. Bor. Hammasiga dastavkamiz. Borib misol ko'rib, razmer o'lchab kelishlar, takliflar, misol dizayn. Xohlasalar o'zlari ham yopishtirib beradi. Ustalari bor, to'g'rimi aka? Bor. Zo'r. Menga misol yo'qda ishlari, gap yo'q, aka. Qo'llaring dard ko'rmasin. Bu hozir aka, bular aslida hozir zakazga bo'ladi. Zakaz bilan qilinyapti. Bu hozir nimalarimizda, to'g'rimi? Matrisalarimiz ekan-a?
Bu o'zi zakaski aka, to'g'rimi? Shunday. Bu quyilib bo'lgan joyi. Bo'lgan. Aha, ko'rishlar mumkin. Zo'r lekin xohlagan razmerdan qilib berishadi. Uy ichiga. Aha, uy ichiga. Bu Ramkalar. ramkalarni ichiga bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha, shunday. Zo'r. Shavkat aka, kattakon rahmat bergan ma'lumot uchun. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bir dona like bo'lsa, mana shu akalarimizni ishlariga like bo'lsa, misol kommentariyaga "Молодец, o'zbegim" deb yozib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlar, bu videoni maksimal darajada mana shunaqa tiyaga qidirib yurgan aka-uka, qavm qarindoshlarimizga podelиться tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.